Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Xoshim va men yangi video roligimda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bolalar obunachilar sizlarga juda ham ajoyib emas, qanaqadir g'alati voqeani ko'rsatmoqchiman. Bolalar obunachilar, meni hozir uyqudan uyg'onib chiqdim va qaraganimda bolalar obunachilar mana bu yerda qanaqadir shaxtani o'rnida qanaqadir yer paydo bo'lgan. Bilmadim, bu qonuniymi, qonuniy emasmi, nima uchun bunaqa debsan deydiganlar bo'lsa, bolalar bunaqa shaxtalarga mana bunaqa politsiyalar jalb qilingan bolalar yoki bu yerda qanaqadir jiddiy masala bo'lmoqda yoki bu yerga qanaqadir yomon narsa bo'lmoqda. Bilmadim nima bo'lgan, shuni aniqlik kiritib olish uchun bolalar, men hozir merdorligiga boryapman. Mer bilan gaplashishim kerak. Bilasizlar, mer ko'p narsadan xabardor bo'lish kerak, chunki axir mer bu qishloqqa qaraydi va bolalarni qaraylar. Bilmadim, balki mer ham xabardor emasdir. Mayli, hozir merdorligiga boramiz desam, bu yerda qanaqadir qishloqqa va mer. Ajoyib. Assalomu alaykum, mer, kirsam bo'ladimi? Mayli, kir. Bilasan, seni chaqirib turdim. Lekin mer, menga hech qanaqa xabar kelmadi. Ancha tursa, qishloqlar qayerga ketdi? Ko'p qishloqlar yo'qolgan. Nimaga qishloqlar yo'qolgan bo'lishi mumkin? Menga tushuntirib bera olasizmi? Mayli. Kel oldimga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ya, to'poy, bu kostyum bu. Nima kostyumga salom beryapsan? Juda ham realistikmi? Voy, bilmadim, juda ham realistik ekan bu kostyum bo'lsa. Nima uchun bu kostyum bu yerda va nima uchun qishloqlik kostyum, tushunmadim. Qisqasi, bilib o'tiribsan. Sen buni kiyasan. Senga juda ham muhim ishim bor. Buni operatsiya desak ham bo'ladi. Qanaqa operatsiya, mer? Nimalarni gapiryapsiz? Tushunmadim. Bilsang, yer qishloqlar yo'qolyapti. Bularning barchasi mana shu shaxtaga bog'liq. Shunga aniqlik kiritib olish kerak va qishloqlarni qutqarish kerak. Voy, bolalar obunachilar buni qaranglar, nima deyaptilar. Bolalar deyapman. Bolalar, qizlarmi, nima bo'lganda ham bolalar. Qizlar. Mayli. Tezroq kel. Mer, uzr. Xo'p, mayli, nima qilishim kerak men hozir? Sen mana shu kostyumni kiyishing kerak va ichkariga asta kirishing kerak. Sen qoshimligingni hech kim bilmasligi kerak, tushunyapsanmi? Qoshimligimni hech kim bilmasligi kerak. Xo'p, tushundim. Qisqasi, va qoshimligingni hech kim bilmagandan keyin sen o'sha boshliqning oldiga kirib, bir nima bo'layotganini bilib olishing kerak. Bu yerda boshliq ham bo'lish kerak. Boshliq juda ham jiddiy va juda ham xavfli odam. Ehtiyot bo'l. Bular oddiygina odamlar emas, bular manyaklar. Nima? Manyaklar? Yana nimalar deyapsiz? Tushunmadim. Sen ichkariga kirganda bilib olasan. Qurollar kerakmi yoki qurollar ham beraymi? Yo'q, menda qurollarim bordi. Qurollar kerak emas. Lekin menga ham mana bu ham kerak emasdi, lekin. Sen shuni kiyishing kerak, nima? O'lishni xohlayapsanmi? Yo'q, men bularni barchasini yo'q qilaman. Sen ichkarida juda ham ko'p odamlar borligini bilmaysan cho'qi. Mayli, urinib ko'r. Agarda shu kostyum kerak bo'lishi mumkin senga. Mayli, menga umuman kerak emas. Menda kiritishadi, men shunaqa yolg'on gaplar gapiraman, bular meni kiritishadi. Bolalar, mana mer nima ahmoq deb o'ylayaptimi? Hozir bolalar, mana hozir bittada borib kirib ketishimni hozir merga isbotlab qo'yaman. Men kim qanaqa mana bunaqa qishloqlik kostyumlarni kiyadigan ahmoq emasman. Mayli. Xo'p, mana janoblar deb kiraman. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Janoblar, yaxshimisizlar? Sen kimsan? Juda ham ajoyib. Sizlar politsiyani bu yerga jalb qilishgani juda ham jiddiy bo'lsa kerak, ha? Nima bo'lganda ham yo'qol. Nima? Politsiya adashmasam bunaqa gapirmaslik kerak odamlarga. Nima? Sen ko'p gapirma. Nima? Mayli, meni kiritib o'rsanglar zo'r bo'lardi. Bu yerga faqat kirish mumkinlar kiradi. Bilsanglar agar men adminning yordamchisiman. Menga desa prezident yordamchisi bo'lmaysanmi? Yo'qol deyapman. Tushunmadim. Xo'p, mayli. Davay, yog'ing shiqillat, bo'lmasa ko'rsataman seni peshonangdan daraja ochishdi. Yo'q, kerak emas men. Xo'p, mayli, men bunchalik urishinglar yo'qol deyapman. Xo'p, mayli. Voy, bola. Bular meni. Xo'p, mayli, o'zinglar bilasizlar. Bolalar. Men buni kiraman deb o'ylagandim. Qani kirolmadim, qani kiritishmadi. Voy, mayli, hozir ko'rsataman. Hozir mana mer bergan kostyum bilan kiyib ko'rsataman. Yo, mer, kiritishmadimi? Uzr, mer, endi bilasiz, mana shuni kiyamiz. Hoppa, qani kiyish nima gap ekan? Voy, qaniydir bo'yim uzunda, mer. Ham tez yuryapmanmi, tushunmadim. Manimcha qishloq bo'lganiga shunaqa bo'lyapti. Voy, ajoyib. Hech bunaqa qishloq bo'lmagandim. Yuhu!
Bo'ldi. Jiddiy masalaga qayt. Operatsiya bilasan-a? Barcha rejalarni. Albatta bilaman. Mayli, mer sizga rahmat. Men o'zim anov qilaman, xo'pmi? O'zim hal qilib kelaman nima bo'layotganini. Mayli, menga xabar berib tur. Tushundingmi? Telefon bor. Okey, mer xavotir olmang. Bo'ldi, obunachilar, mana bizning operatsiya boshlandi. Va biz bu operatsiyada nima qilamiz? Bu operatsiyada qani bu yerni ichida nima bor va nima yo'q bilamiz. Nimaga bu politsiyalar kiritishmayapti va politsiyalar nimaga bunaqa muomalada? Adashmasam yoki ularda juda ham yomon kun bo'lmoqda yoki ular politsiya emas. Mayli, buni bilib olamiz, lekin men bu ovoz bilan qishloq rolida kira olmayman. Misol uchun qanaqa ovoz bersam bo'ladi? Misol uchun, bolalar yaxshimisizlar? Bola, menimcha mana shunaqa gapirsam bo'ladi, bilmadim. Bolalar bularga e'tibor bermaysizlar, okey, xo'p, bizga xo'p, mana bunday qilamiz deb bolalar bizga nima kerak? Xo'p, bizga mana bular kerak. Bolalar, bular men bilan o'ynashibdi. Lekin bolalar, men raketadan 4 tagina o'qim bor, ehtiyotkorona ishlatishim kerak. Mayli. Xo'p, qochib ketishga menimcha mana shu raketani ishlataman, uning uchun mana shu yerga turib tursin. Okey, xo'p, bularni olamiz. Yaxshi. Xo'p, bolalar, bundan oldin biz hozir bularga bildirmasdan kirib ketsak ham bo'ladi, adashmasam. Yoki bo'lmasmikan bola? Xo'p, mana bu yuqoridan chiqib ko'ramiz. Kirib, qarab yoki yuqoridan nima qilib bo'lsa ham. Xo'p, bola, yuqoridan kirsam ham bo'lardi, adashmasam yoki bilmadim. Kir bo'ladimi, yo'qmi? Hozir ko'ramiz nima bo'lganda ham. Qishloq rolida menimcha juda ham ajoyib o'ynamoqda. Men desam, kim bu? Uy, bola. Bu yerda ham odam bor ekan. Sen kimsan? Assalomu alaykum bola, yaxshimisanlar? Tushunmadim, seni ovozing g'alati. Men shu tarjiba bo'lib qolganman, qarochi, bilasizlar-ku, men shunaqa o'zim ovozimni o'zgartirganman. Mayli, kiraver. Isming nima? Bilasizlar-ku, ismini aytish mumkin emas. Ajoyib, mayli, kir. Rahmat. Rahmat, sizlarga rahmat. Mayli. Bola, biz kirib oldik, bola, ajoyib. Bola, men ovozimni ustidan agar kim kulayotgan bo'lsa, men o'sha odamni oq qildim, bola. Tushundinglar, men ovozimni ustidan hech kulmanglar. O'zim ham uyalib ketyapman, azoblanyapman, to'g'risi. Mayli. Sen qildingmi mana buni? Nima? Yo'q, men qilmadim bu narsani. Nima bo'lib ketgan? To'g'rilab qo'yishim mumkin mana. Mayli. Tushaver pastga. Mayli. Bola, o'sha bu nimadir bormi, nimadir g'alati ish bo'lyaptimi? Bola, menimcha g'alati ish bo'lmoqda. Mayli. Nimaga o'tiribsan? Yo'q, ishdimi. Nima bilan nima ishi bor ekan, asabimga o'ynaydi. Hoppa. Kech qolding. Uzr. Yo'ldada probka bo'lib qoldi, to'g'risini aytsam. Mayli, ovozing g'alati. O'zi kimsan? Bilasizlar-ku, hech kimga aytmaslik kerak deb o'ylayman. Mayli, kir. Voy, bola. Bola. Voy, mana bu odamlar, bu yerga menga o'xshagan odamlar bor ekan. Sen nima kelishing qiyin bo'lib ketdi? Uzr. Nima ishga kir, nima ishla? Xo'p, mayli. Voy, bolam, qaranglar. Bechora qishloqlar yo'qmi? Bola. Va hozir men qishloqlar qayerdaligini topishim kerak. Qayerda bo'lishi mumkin ekan? Voy. Nima qarab o'tiribsan? Yo'q, ishdimi? Ovozing g'alati ekan. Hamma o'zimni so'rab jonimga tegdi bor-ku. Va kechirasiz, bilmaysizmi, bu qayerda mahbuslar saqlanmoqda? Bilaman. Nimaga sen bilmaysan? Men yangi kelgandim. Menga hech kim aytishmadi, juda ham qo'pol ekan ular. Bu yerda hamma qo'pol. Sen shunga moslashishing kerak, tushundingmi? Qarochi, unga burilsa tovolasan, davay. Rahmat. Bola, o'rnashlar, qaranglar. Bu juda ham g'alati. Bu yerda o'g'ri bor. Menimcha o'g'ri bo'lsa, bular ham soxta politsiyachi bo'lsa kerak. Mayli. Menimcha mana bu yerda bo'lsa kerak. Yoki bu yerdamikan? O'tib ketaychi. Bu yerga o'tish taqiqlanadi, bilmaysanmi? Uzr, men tekshirib chiqayotgandim. Menga tekshirish vazifasi berilgandi. Bo'lmasa o'tishing mumkin. Mayli. Bola, bu yerda nima bor ekan, Bu yerda hech nima yo'q ekan. Tiray olimdan boshim og'risin. Bola, qanday ishga?
Men bu yerga mahbuslarni sanagani kelgandim. Mayli kir. Mayli. Va. Yaxshi, o't. O't. Siqmayapman. Ilojini top. Qani siqaman bu yerdan bolalar. Ey. Tutun. Opa. Va mana ilojini topdim. Qani iloj topish menga ilojini top. Sana. Opa. Sho. Sho'moy. Menga kelding. Men bularni sanog'ini olgani keldim. Nechta ushoq qolganini bilishim kerak. Mayli. Okey. Bu obunachilar tushunmadim. Men qo'rqib ketyapman bu yerda. Qaranglar. Buncha qishloq qilib yotishini. Hop. Yalg'onchaksani o'tiray. 1 2 Yaxshi bo'lamu qaranglar. Voy, bularni qanday qilib olib chiqishim mumkin? Bularni oldin yo'q qilishim kerak. Mayli, bundan oldin hozir men aytganda birinchi bo'lib boshliqni topdim. Mayli, hozir boshliq qayerda ekan? Boshliqning xonasi. Boshliqning xonasi mana bu yerdagi eshik bo'lishi kerakmi yoki bilmadim. Hoppa, yaxshi. Hoppa. Yaxshi. Obar. Hey. Kim keldi? Ha, kiraver. Voy. Alloh obunachilar mana maxluq-ku bu. Assalomu alaykum. Ha. Sen yangi ishchimisan deyman, lekin men seni ishga olganim esimda yo'q. Bo'lib turadi, chunki mana bu qoni bo'lsa sifatsiz qonlarni deb xotira shunaqa bo'lishi mumkin. Ha, judayam aqlli ekansan. Balkim seni aqlliliging uchun olgandirman. Bo'lishi mumkin. Mayli, nima bo'lgandayam. Nima uchun kelding? Bilasizmi, men bu yerga yangi ishchi bo'lib kelgandim. Shu sababdan bu yerda asosiy ishi nimaligini, asosiy ishni maqsadini bilmoqchi edim. Hech oldinlari bunaqa ishchilar so'rab ko'rishmagandi. Ishchilarni biza qancha jinoyat qilganiga bo'yicha olardik. Mana sen bu ishchilarda juda ham ko'p jinoyat bor. Sen yaxshi jinoyatchiga o'xshayapsan. Voy bolaman, meni jinoyatchi deb o'ylayapti. Albatta, men yaxshi jinoyatchiman. Bilmadim, yoki men yomon jinoyatchi ham bo'lishim mumkin. Mayli. Biza qisqasi qishloqlarni qonini sotamiz. Birinchi biza qishloqlarni qonini zaharlaymiz va ularni qonini qayta tozalaymiz va ular o'lganlardan keyin qonini olamiz va qoni juda ham shirin bo'ladi. Ishonmasang tatib ko'r. Yo, o'tgan safar nima desam bo'ladi, boya tatib kelyapman. Mayli, meni vaqtimni olma. Bilasana, vaqtni olish qanchalik yomon. Kechirasiz, bitta qon olsam bo'ladimi? Bu yerdagi ishchilar juda ham yomon ekan. Men ularni urib qo'yishim mumkin lekin. Ha, mayli, bitta ol. Voy, rahmat. Obunachilar bu isbot bo'lishi mumkin, shu sababdan olib qo'yamiz. Mayli, rahmat. Ketsam bo'ladimi? Shu yerda qol desamchi? Voy. Shu yerda qolishim mumkin agar xohlasangiz. Yo'q, ketaver. Turqayni ko'rish niyatim yo'q. Mayli. Obunachilar, men juda ham yomon, shunchalik odamlar ham bormikan? Voy, bola. Voy, mana bu yerda. Nima bu yotibdi bu yerga ko'rmabman boya. Voy, ehtiyot bo'lish kerak. Poyez yo'qmi ekan? Voy, men vagonni olib yo'qotishim kerak. Vagon o'ldirib yuborishim mumkin. Bunaqa o'limlar kerak emas. Shoqi zo'r olib qo'yadi, opa. Voy, yaxshi bu qishloqni oldim. Hop, mayli, hammasini oldim. Ana endi bu yerdan qochishim kerak. Opa, yaxshi. Mana shunday qilamiz. Hop, vaqt cho'zilishi uchun mana bunday qilamiz. Tekshirishlari uchun yoki tekshirmasliklari uchun nima bo'lganda ham opa. Nima qilding? Men mana shu hisob kitobini oldim. Hozir xo'jayin so'rayotgandilar. Mayli, tezroq bor, xo'jayin so'rayotgan bo'lsa. Hop, mayli. Hop, bola. Hop, bular bundan oldin bu yerni portlatishim kerak. Opa. Safe mode off qildik. Hop, qayerda portlatsam ekan birinchi? Bizga birinchi o'rinda mana bu zaharlayotgan odamlarni portlatishim kerak va qochishim kerak bu yerdan. Hop. Mana bunday qilaman deb portlatib qochaman. Hop. Qochishim kerak. Nima qilyapsan? To'xta, nima bo'ldi? Qanaqa portlash bo'ldi? Sen bilib olishing kerak. Mana. Hop, mana buni ham otishim kerak, mana qo'lamasligi uchun. Bu yerda qol. Qochishim kerak. Politsiyani chaqirishim kerak. Yo'q, qollaring. Voy, bola, qochishim kerak. Voy. Mana qochishim comeback bola. Yaxshi.
Mer, barcha narsalarni yoping. Men olib keldim. Politsiyaga, adminga telefon qiling. Adminga telefon qilib qo'yganman. Yaxshi, o'zi bilardi bularning yolg'onzligini. Ha, mer, to'g'ri. Короче, mana shuncha qishloqqa olib keldim. Короче, o'zingiz to'g'rilab olasiz. Yo, juda ham ko'p qishloqlarni. Va mana. Yo, bolalar. Mayli, mer bo'lmasa men ketdim, qochib kerak. Mana bu yerdan qochaman. Mayli, mer bo'pti. Bu yerdan qochishim kerak, bu yerdan qochishim kerak. Bu yerdan qochishim kerak, bu yerdan. Mana. Tezroq. Qani portladimi? Portla. Portladi. Jenarsan. Nimalar bo'ldi bu yerga? Qochishim kerak. Bola bilan chiqdim. Mayli bola, bugun sizlar bilan yana hoshim bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr bola. Endi bu yerdan qutulishim kerak.